Do'stlar, mana qarang, shu ilonbosh olib ketyapti shu mana bu qarmoqdan. Mana qarang. O'ynatishini zo'r tortyapti. Bu ilonbosh bu. Mana kimniki qarmoq mana ketdi mana. Olib kirib ketdi ichkariga. Lekin hali yutmadi-yu. O'ynatyapti-da. Malik qo'yib qo'ygan. Ha, shuda hali yutolmadi, tortib ketyapti faqat. Yutib o'tdi. Yutib o'tdi. Malik tepada turibdi-ku mana. Ha, Malik chiqib ketgan oldi. Ha, yutib o'tdi. Bo'ldi, tushib qoldi. Ha, sherigim. Qani u sheriging? Ha, ey! Olib ketdi. Kichkina ekanda, ha? Chiqaraymi? Ha, tushib qoldi, bo'ldi. Ha? Ha, shu boyagida. Tog'a tortaman. Kelyapti. O'zi kelyapti, omanglar dedi-ku. Boyag'i barib tushdi-da. Ana boyag'i havasi chiqdi. Yo'q, balig'i ham Malik bu yoqqa chiqib qoldi-ku, inaga kirib bo'ldi. U yutib olgan. Ichkarida Malik og'zidan chiqib ketdi. Malik ipni yutdi. Oz chiqadi bir. Bo'ldi. Ya bolang olib ketyapti. Ketyapti. Qamishga tiqoradi. Akaga baliq shoshi kelmaganmi deyman-a? Vaqt chiqib ketgan-da, shu. Naryadagi qarmoq ham jiringlayapti-da lekin. Tortaman, kelsangiz keyin. Qamishga urib tashlamasang, boyga zo'rg'a chiqaron qamish. Halol qoqi, boya baribir tushdi yana. Baliq kerakmasda, yursiz aka. Qarmoq tashlab qo'yib. Torting. O tushib bo'ldi. Havasi ham chiqdi, boshqa narsa ham chiqdi. Hoppa. Ana. Ana baliq. Ana. Tushaman desa tushaveradi işte. Bir kilo yaqin ekan-da, ha? Ha, shunaqa. Bo'ladi ansi. Ha, bo'ladi-da. Chotki. Och. Zo'ra. Och. Ochadi. Zo'ra. Ha? Sutda. Ichida qolaveradi. Boshqa ko'chib qolaveradi. Ya, ochadi. Ana tegingning. Lekin tishlasa yulib olib qo'yadi qo'lingni ham. Ya, qolib ketdi ichida. Ya, ketganda ancha ichkari. Mana turibdi. Mana. Davay ketdik ichkariga. Ololmaysizmi? Buni uzasizlar. Uyga borib olib olasiz. Pishirganlar. Sotib olsangiz birovga ketib qoladi. Olib chiqasiz ko'rib.